Xiva Elektrosetexnika bazar 116-magazinni ko'rsatchakman. Bu yerda eng sifatli narsalar va eng arzon do'kon Xivada qaysi desangizlar men ishi 116-magazinni aytaman. Hem sifatli kiyimlari, hem arzon. Yana bunun üstüne bugün 12'si, yana 13'ü, 14 iyul günleri skidga e'lon etdi. Shu 116-magazin kelaverasizlar do'stlar. Bandan yopiq pavilyonni yonboshidan kirib kelasizlar. Xiva Elektroset yo'li tarafdan kelganda, bandan Urganch yo'li tarafdan kelganda açık pavilyondan doğrusundan girip kelaverasizlar. Yine 116-magazin. Assalomu alaykum Zulayxa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz yaxshimisiz? Xorman. Marhamat. Shu ishni olib 100 mingga qo'yibsiz, 2 kuni. 2 kuni 100 ming so'm. Zo'r. Tovarlarni aytdim, qo'shaylik. Tovarına gap yo'q, yana lozimi bilan. Lozimi bilan yo'ynak ina 100 ming so'm. Dim qo'shroy. Bo'g'ozlar ham to'g'ri keladi, bo'g'oz narsalar ham to'g'ri keladi. Ava. Yizamda yarashib ketaveradi, o'g'aychi. Yipirlar biladi. Girishmaydi, garantiyasi tamomini. Girishmayacakini. Bular necha so'm? Bularım 150 ming so'mdan. Tushib beraman, kelishib beraman bular. Bitisini aytaman, ana 120 etib beraman. 120 etib beradilar obunachilarimizga. Qarang, bularım 150 sotilgan. Bulardan yaxshidan bayna ko'p. Svetlar ham bor ekan. Svetlar ham hepsi bor. Hali ochilmaganlar ham necha bir. Bularni 100 ming so'mdan qo'yib beramiz yana. Epepesti. 100 ming so'm azizlar. Mana. Kiseler ham bor, dim qo'shshay narsa. Kisedim endi boshqacha bo'lib turadi. Dim zo'r. Men bular bayna. Bular kofta yubka ekan. Kofta yubka. Bular hammada 250 200 olgurpiz dedilar. Endi men aytib kelishim dedi. Olgurpi bilmay yo'q. Lekin menda 150 ming so'mdan turibdi. Dim zo'r. Yana ular razmer. Ava. Ajoyib. 150 ming so'mdan berasiz obunachilarimizga. Bular meni, bular ham 150 ming so'mdan beraman. Yine boylarım, yenglerim, uzunluğuna göynekler 150 vereceksen. 150 ming so'mdan. Abunachilarimiz, abone bo'lib kelasizlar sizlar kanalımıza. Uzun ya'ni bu qo'shay göynekdan boylar. Dim moshni göynek ekan. Ikkida bular 100 ming so'mdan. 100 ming so'm mu bam? Bam 100 ming so'mdan. Zo'r. Yaxshi. Yine devrek ishindagi do'konchilar hammasi shundan olib keldilar. Eng arzon do'kon ishi 116-magazin. İşte Zulayxa ukam yanına kelaverasizlar. Hem sifatli kiyimlari, hem arzon. Bu göynekler 250'den 2 satılgan göynekler. Halacanelerimiz için. Hemen halacanelere 50'den 60'a kadar razmer var. Bunların hemmesi 150 ming so'mga tushdi yine karam. 150 ming so'mdan zo'r bahada. Dim ajab ullig'ina razmerlar. Dugonajonlar kelaverasizlar. Kiysasan bo deb turibdilar yine. Dim qo'shay narsa. Bularım ham shu baho tushdi. 150 ming so'mga tushdi. 2 satılgan lekin. Olib yerlar biladi. Meni xafa bo'lmaysizlar, qimmat olib qo'yganlar. Skidkada 2 gün lekin skidka. 2 gün hava, 2 gün. Birinchi gün 13-14 tane don. Assalom, yaxshimisiz? Skid keçirdim. Hava skid keçirdim. Bular neden skidkada tushdi? Razmerlaringiz bor. Bular вечернийlar. Bular endi sezon keladi. Bular toza aka qo'ydim hali. Dim qo'shilgan Bular ekan. 250 ming so'mdan bularni tushib beraman, kelishib beraman bularni. Kelishiladi ona azizlar. Bular 100 ming so'mga tushdi. Alg'onlar biladi 200 250 sotilgan narsa, lekin 100 ming so'mga skidga tushirdim bularni. ITP'dagi xatorim. Xitoyki narsa bulayna. Bularım ham hammasini 100 ming so'mga tushirdim. Bular xatori bilan 100 ming so'mga ko'rsataverasiz. Fakat 2 gün lekin. Fakat 2 gün. Şuna ahamiyat berasizlar azizlar. Bu Вечерний gün. Ko'tarmaka, pazarkiya, dolman günlere hammasine doğru keladi. 100 ming so'mdan hech kim bermaydi bu Hech kim bermaydi. Xivada ajoyib ina skidkalar bo'lib turibdi. Sizlarni skidka do'konlar bilan tanishtirishda davom etaman. Obuna bo'lib like bosib qo'ying azizlar. Koftalar neda? 100 ming so'm koftalar. Xitoyki koftalarim. Sifatine gap yo'q. Yine o'zim ko'rib turibman, ajoyib ekan. 100 ming so'm dim. Mut bu mut. 100 ming so'm. Dim xo'shroy. Har xil rasmetkasi bor. Svetlari ko'p, razmerlari ham bor. Hali ochilmaganlar ham ko'p. Dunyoda necha turibdi. Kelaverasizlar, bir dona, 2 dona vajib qo'yman. Hammasini 100 ming so'mdan qo'yib berdim. Yubkalarni ko'ring. Yubkalar 100 ming so'mga tushdi yana. Yubkalarim 100 ming so'm. Shunday ullig'ina yubkalar. 150 ming so'mga sotganman. Ko'p qo'shray narsa. 150 ming so'm, 180 ming so'mdan olganmiz vaqtida shularni. Yine 100 ming so'm hozir. 100 ming so'mga tushirdim yana. Yana onun üstüne ulu razmerlarına qarang. Balchimerka bu yaxshidan 56-58 ga dollar ham bo'ladi qo'yadi. Bu shekilda turgandan qaramanlar. 100 ming so'm. Hava inshaalloh sevimli. Keyin bularni ko'ring yana. Atlas fillari. Endi sezoni keladi. Lekin bularni ham shu 100 ming so'mdan qo'yib qo'ydim. Shu bam 100 ming so'm. Ullig'ina razmer. Svetlari bilan yana. Ulu razmerlar ham, ulu kichiklar ham bor. Ajoyib baho. Keyin bu tarafdagi rejlarimiz 252 sotilgan hammasi bularni ham 100 ming so'mga tushirdim yana. 100 ming so'm. Hech kim bermaydi bu bahada. Bulardan tashqari. ITP'dagi xatorim
Tepedeki hatarların hemmesi kofta, rubaşka, hemmesi 100 min soma çürdüm ulana. 100 min Ulana som. kaç lafıdaki zor tavaları. Giriş pişirek tavada ödemesi. Bu rubaşkalar şu bahadan. Rubaşkaların hemmesi tutkanlarımız 100 min soma erkele. Gele ver esnafı da kalsa. Ki son keleba mende. Ben tarafında son keleba. Her biri aralıç satılgan, 140-150 satılgan son kelerim, karıpya dokumentlerini hemmesini tutkanımızı 2 güne o da kalasa 100 min soma çürüp koyduk. 13 iyul, 14 iyul günleri tutkan somkeniz iş yerdə 100 min somaga. İnşi ullasam 100 min, doğru mu? Hemmesi 100 min. Bundilaram 100 min som. Karıpya dokumentlerim 100 min som. Lekin ahmetlerinler 2 gün azizler. 2 gün buladı. Dım zor, dım hoşroy modni. Reçeliydim, hoşlandım. Dım zor. 100 min som şıla. 100 min sonra. Videonu birbirinize uzatış edip skitke'den önümü faydalanıp kalınlar. Şimdi elinizdeki göynekten bir açıp öteyim. Bu elimdeki gönek 12 lira setyası var. Dolarımı 100 min sondan koydum. Bundan 100 miye koydun Dolar sana. 100 min sondan koydum. Başından 100 min sattık ama hazıram 100 min sondan. Neçe de ben dedim ben de 100 min sondan. Zor. Zor. Girişik sen kahvedi havalar yaxşı. Dım acayip Kalından göйnek. 50 yedim resmileri var. Gelever esnafı da halasa. Azizler, gələvərəslə Xiva Elektroset Dehqan Bazarı 116 mağazin 13 14 iyul günləri acayip göynəklərə, dım sifətli göynəklərə skitke elan etdi. Köp göynəklər işi görüp durğanlarınızdan 100 min som. Bunlara gəp yox, sifətinəm gəp yox. Koftala disni, yübkələ disni, somkələ disni həmməsini 100 min soma düşürdülər. 13 14 iyul günləri şaşıb qalamız gələvərəslərsə. Abone olup koyun kanalımıza.